Ben Arslan Gamer, bugün videoda sevre dizmek öğreneceğim. Güzel Minecraft'ımızda Pocket Edition 1.5 versiya bo'ladi. Hozir ko'rmay qolgan 1.5 versiya. Hozir play'ni bosamiz. Friend. So'ng to'g'riroq add friend yonidagi chetki tugmani bosamiz. Ko'rsada chiqadi. Serverga o't beramiz. Xo'sh. Buni farqi yo'q, masalan. Shunday bo'ladi. Masalan, here we go. Here we go deymiz. Bu yerga adres. Go root port 32'ni o'chiramiz, 2'ni o'chiramiz, 3 qo'yamiz va save degan tugmani bosamiz. Bizda ayting, buni girish uchun Wi-Fi kerak bo'ladi. Wi-Fi yoqilishi kerak bo'ladi. Unda biz hozir kutamiz. Xo'sh, mana chiqqan 1.21 versiyadan 1.30 versiyagacha bor ekan. Xo'sh, shunda play tugmasini bosamiz. Xo'sh, bizdan adres so'raydi. Bizda 300 va agar o'xshamasa sizlardan yana bir marta terishingiz mumkin. Stoplashingiz ham mumkin. Mana hozir yana bu yerga yozib beraman. 300 rob. To'g'ri yozilgan bo'ldi, xatosi yo'q. Xo'sh, agar sizda qizil do'rtbut chiqsa, akkaunt almashtirmaysizlar. Boshqa odam qo'yib, boshqa bir ikki marta kelsangiz o'xshamasa ham mumkin. Xo'sh, masala birga chiptalarga ketaman. Xo'sh, birinchi navbatda qo'yamiz. Raydimiz. Va bizda fire bu bilan taniymiz. Uchun qichqiriqda fayimiz bosamiz. Va biz buni 2-3 marta boshqaramizdan keyin uchamiz. Va